aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, musofirda yurgan akalar, opalar, ukalar, Allohning panohida bo'linglar. Men murojaat qilmoqchi edim, To'lqin Karimov kanaliga iltimos qilmoqchi edim. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidan Begimberdi Saida bo'laman. Ko'zimni operatsiyasiga, oyog'imni operatsiyasiga yordam so'ramoqchi edim. Qo'llaringizdan kelsa iltimos. Allohim sizlarga menga bersin. Avvalambor topganlaringiz qo'llarga buyursin. Bu ko'zimni ahvoli, operatsiya qilsa ko'zim ochiladi mana. 2 marta operatsiya bo'ldi. Endi 3-chiga operatsiya qilish kerak. Bu oyog'imni ahvoli bu. Oyog'imni ham operatsiya qilmasa suyakim o'sha deyapti doktorlar. Menga birni bersangiz, Allohim sizlarga mingni bersin. Oldindan rahmat hammalaringizga. Qilayotgan ehsonlaringiz Alloh dargohida qabul qilsin. O'zim 2-chi guruh nogironaman. Erim ham 2-chi guruh nogironi. O'zimizdan ortmayapti oilamizdan ortganda operatsiya qilardim. Rahmat oldindan hammangizga.